Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu masala bevosita har bir nafaqaxo'rga taalluqli bo'lib, unga befarq qarab bo'lmaydi. Yaqin kelajakda nafaqaxo'rlar uchun ba'zi narsalar taqiqlanishi mumkin. Bu so'z biroz qo'rqinchli eshitilishi mumkin, ammo tushuntirib beraman. Agar siz nafaqada bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va ushbu videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlar bilishi shart. Xo'sh, avvallari vaziyat qanday edi va hozir nimalar o'zgaryapti? An'anaviy tarzda bizning jamiyatimizda nafaqaxo'rlar ma'lum bir imtiyozlar va qo'shimcha yordam turlaridan foydalanish huquqiga ega bo'lishgan. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z pensiya pullaridan tashqari turli manbalardan qo'shimcha daromad topishgan. Bu daromadlar rasmiy ish haqi, uy ijarasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish yoki shunchaki oila a'zolaridan olinadigan moddiy yordam bo'lishi mumkin edi. Oldinlari bu kabi qo'shimcha daromadlar haqida davlat organlariga to'liq ma'lumot berish shart emas edi. Yoki bu jarayonlar unchalik qattiq nazorat qilinmasdi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar agar ular pensiyadan tashqari yana daromadga ega bo'lsalar ham barcha imtiyozlarni va to'liq pensiyani olishda davom etishardi. Davlat organlari uchun har bir nafaqaxo'rning har bir daromad manbasini kuzatish murakkab jarayon edi va bu ko'pincha e'tibordan chetda qolardi. Shuningdek, nafaqaxo'rlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlari yoki ijtimoiy ahvolidagi o'zgarishlar haqida muntazam ravishda xabar berishlari shart emas edi, yoki bu borada qattiq talablar qo'yilmasdi. Natijada ko'plab hollarda nafaqaxo'rlar aslida kerakli bo'lmagan, lekin avvaldan berilgan qo'shimcha yordam turlaridan foydalanishda davom etishardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgaryapti. Davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga intilmoqda. Yangi qonunlar, qarorlar va eng muhimi raqamlashtirishning joriy etilishi tufayli har bir nafaqaxo'rning moddiy ahvoli, daromad manbalari va ijtimoiy holati haqidagi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatlari keskin oshdi. Davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilmoqda. Bu shuni anglatadiki, soliq idoralaridan, kadastr organlaridan, banklardan va boshqa rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlar avtomatik ravishda nafaqalar jamg'armasi va boshqa ijtimoiy xizmatlar bilan taqqoslanishi mumkin. Endilikda nafaqaxo'rning qo'shimcha daromadi bor yo'qligi, uning mulki yoki boshqa resurslari haqidagi ma'lumotlar davlat uchun ko'rinadigan bo'lib qoladi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar sizning daromadingiz yoki mulkingiz ma'lum bir me'yorlardan oshsa, ayrim turdagi nafaqalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha ijtimoiy yordamlar endi taqiqlanishi mumkin. Boshqacha aytganda, siz ularni olish huquqini yo'qotasiz. Chunki davlat sizga bu turdagi yordamga ehtiyoj yo'q deb hisoblaydi. Bu asosan ijtimoiy himoyaning manzilliligini oshirishga qaratilgan harakatdir. Endi esa bu yerda nimalarni bilishimiz kerakligini, kim tashvishlanishi kerakligini va kim xavotir olmasa ham bo'lishini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, qo'shimcha daromadlar haqida. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va pensiyadan tashqari boshqa daromad manbalariga ega bo'lsangiz, endi bu ma'lumotni yashirish yoki to'liq ko'rsatmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, vaziyat bering, kvartira ijarasi. Tasavvur qiling, 70 yoshli Oysha momo shaharning markazida kichik bir kvartiraga egalik qiladi. Bu kvartirani u talabalarga ijaraga beradi va oyiga 2 million so'm daromad oladi. Oysha momo har oy 25 million so'm pensiya oladi. Oldinlari u bu daromadini rasmiylashtirmagan, soliq to'lamagan va buni hech kim bilmaydi deb hisoblagan. Ammo endi davlatning yangi tizim bank o'tkazmalari orqali ushbu daromadni kuzatishi mumkin. Yoki qo'shnilaridan olingan ma'lumotlar, yoki kadastr agentligining ma'lumotlari orqali uning mulki va undan foydalanish holati aniqlanishi mumkin. Agar Oysha momo pensiyadan tashqari yana qandaydir ijtimoiy yordam, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya olgan bo'lsa, endi bu yordam to'xtatilishi mumkin. Chunki uning umumiy daromadi ma'lum bir me'yordan oshib ketgan hisoblanadi. Agar davlat belgilagan ehtiyojmandlik chegarasi 3 million so'm bo'lsa, Oysha momoning 5 million so'm umumiy daromadi unga qo'shimcha ijtimoiy yordam olish huquqini bermaydi. Shuningdek, agar bu daromad rasmiylashtirilmagan bo'lsa, u soliq qonunchiligini buzgan hisoblanib jarimaga tortilishi ham mumkin. Vaziyat 2. Ishlaydigan nafaqaxo'rlar.
65 yoshli Ergash bobo pensiyaga chiqqaniga qaramay, sog'ligi joyida va shahar markazidagi bir kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi. Uning rasmiy ish haqi ilk taqsim million so'm. Unga qo'shimcha ravishda biri. 2 million so'm pensiya to'lanadi. Oldinlari agar Ergash bobo ishlaydigan bo'lsa, uning pensiyasi biroz kamaytirilishi mumkin edi, lekin bu har doim ham qat'iy nazorat qilinmasdi. Endi esa Davlat soliq qo'mitasi va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalari integratsiya qilinmoqda. Agar Ergash bobo rasmiy ravishda ishga joylashgan bo'lsa va uning ish haqi ma'lum bir miqdordan oshsa, masalan, 2 minimal ish haqidan yuqori bo'lsa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi yoki unga ba'zi qo'shimcha imtiyozlar agar mavjud bo'lsa, berilishi to'xtatilishi mumkin yangi qoidalar bo'yicha. Agar nafaqaxo'rning rasmiy daromadi pensiya bilan birga ma'lum bir miqdordan yuqori bo'lsa, u davlatning qo'shimcha ijtimoiy himoyasiga muhtoj emas deb hisoblanadi. Misol uchun, agar umumiy daromad 3 million so'mdan oshsa, u kambag'al oilalar uchun mo'ljallangan bir martalik moddiy yordam yoki elektr energiyasi bo'yicha imtiyozlardan mahrum bo'lishi mumkin. Asosiy vaziyat ochiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi. Feruza xola qishloqda yashaydi va o'z tomorqasida yetishtirgan sabzavot va mevalarni bozorga olib chiqib sotadi. Oyiga o'rtacha 1 million so'm atrofida daromad qiladi. Pensiyasi 1 million so'm. Oldinlari bu daromadlarni hisobga olish deyarli imkonsiz edi. Endi esa bozorlarda nazorat kuchaytirilishi, bank kartalari orqali to'lovlar ko'payishi yoki boshqa mexanizmlar orqali bu daromadlar ham qisman kuzatilishi mumkin. Agar Feruza xola qandaydir rasmiy yordam, masalan, dehqonchilikni rivojlantirish uchun subsidiya olishni istasa, uning umumiy daromadi hisobga olinadi. Agar u o'z daromadini rasmiylashtirmasa va shunga qaramay imtiyozlarni talab qilsa, bu masala ham ko'rib chiqilishi mumkin. Kim tashvishlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar o'z daromad manbalarini qayta ko'rib chiqishlari va rasmiylashtirishlari haqida o'ylashlari kerak. Asosiy nafaqadan tashqari doimiy va rasmiy bo'lmagan qo'shimcha daromadga ega bo'lganlar. Masalan, kvartira ijarasi, doimiy dehqonchilik daromadi, norasmiy ishlardan keladigan daromad. 2. Davlatdan qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki subsidiyalar oladigan, lekin yuqori daromadlarga ega bo'lganlar. Davlat bu yordamlarni haqiqatan ham muhtojlarga yetkazishni istaydi. O'z shaxsiy ma'lumotlari yoki ijtimoiy ahvoldagi o'zgarishlar, masalan, yangi mulk sotib olish, oila tarkibidagi o'zgarishlar haqida tegishli organlarga xabar bermaganlar. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Faqatgina pensiya bilan kun kechiradigan va boshqa daromad manbalariga ega bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Siz uchun hech narsa o'zgarmaydi, balki aksincha ijtimoiy himoya yanada samaraliroq bo'lishi mumkin. 2. Rasmiy ravishda ishlaydigan va o'z daromadlarini to'liq e'lon qilgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning daromadingiz rasmiy va barcha soliqlar to'langan bo'lsa, demak davlat sizning moddiy ahvolingizdan xabardor. Shunchaki sizning holatingizda ba'zi qo'shimcha imtiyozlar sizga berilmasligi mumkin. Ammo bu taqiqlash emas, balki manzillik prinsipi. O'sha asos bir martalik yoki kam miqdordagi norasmiy yordam, masalan, farzandlardan olingan va doimiy bo'lmagan moddiy yordam oladiganlar. Davlat asosan doimiy va salmoqli daromad manbalariga e'tibor qaratadi. Endi esa bu qoidalarga oid ba'zi istisnolar. Nozik jihatlar va yashirin tuzoqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, asosiy istisnolar. Hamma qo'shimcha daromad ham bir xilda baholanmaydi. Ba'zi daromad turlari nafaqaxo'rning ijtimoiy himoya olish huquqiga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, nogironlik nafaqasi oladigan shaxslarning ba'zi turdagi daromadlari yoki alohida ehtiyojli shaxslarni parvarish qilganlik uchun beriladigan kompensatsiyalar yoki davlatning maxsus ijtimoiy dasturlari doirasida berilgan bir martalik yordamlar. Shuningdek, kichik miqdordagi va doimiy bo'lmagan bir martalik daromadlar ko'pincha jiddiy hisobga olinmaydi. Muhimi, bu istisnolarni bilish va kerak bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishdir. Misol uchun, agar nafaqaxo'rning nogiron farzandi bo'lsa va uni parvarishlash uchun davlatdan qo'shimcha to'lov olsa, bu to'lov nafaqaxo'rning umumiy daromadini oshirsa ham, unga boshqa ijtimoiy yordamlarni olishiga monelik qilmasligi kerak. Bu holatda nafaqaxo'r ushbu to'lovni olayotganini rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlash lozim bo'ladi. Ikkinchidan, astarif yashirin tuzoqlar va nozik shartlar. Eng katta tuzoq bu astarif ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamaslikdir. Agar sizning ijtimoiy ahvolingizda, daromadingizda, mulkingizda yoki oila tarkibingizda biror o'zgarish yuz bersa, bu haqda pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy xizmatlarga xabar berishingiz shart.
Misol uchun sizga meros qolgan bo'lsa yoki katta miqdordagi sovg'a olgan bo'lsangiz yoki yangi mulk sotib olgan bo'lsangiz. Buni yashirishga urinish kelajakda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Davlat organlari bugungi kunda bu ma'lumotlarni boshqa idoralar orqali osonlikcha aniqlay oladi. Agar siz o'zgarishlar haqida xabar bermasangiz va bu keyinchalik aniqlansa, sizga noto'g'ri to'langan pensiya yoki imtiyozlar miqdori qaytarilishi talab qilinishi, hatto jarima qo'llanilishi mumkin. Bu ayniqsa bank hisob raqamlariga tushgan pul o'tkazmalari uchun dolzarb. Agar sizning hisobingizga muntazam ravishda katta miqdordagi pullar kelib tursa va siz buni daromad deb e'lon qilmasangiz, bu firibgarlik sifatida baholanishi mumkin. Boshqa bir nozik jihat asq raqamli savodxonlik. Bugungi kunda ko'plab xizmatlar, jumladan pensiya va ijtimoiy nafaqalar bilan bog'liq masalalar elektron shaklda amalga oshirilmoqda. Misol uchun, mening fikrim, portali orqali ariza topshirish, davlat xizmatlari markazlarining elektron platformalaridan foydalanish yoki onlayn ma'lumotlarni yangilash. Agar nafaqaxo'rlar bu texnologiyalardan foydalana olmasalar, ular muhim yangiliklar va o'zgarishlardan bexabar qolishi yoki hujjatlarni o'z vaqtida topshira olmasligi mumkin. Bu esa ularning huquqlarining cheklanishiga olib kelishi mumkin. Ba'zan yangi qoidalar qabul qilinadi, lekin ularni tatbiq etish mexanizmlari aholiga to'liq tushuntirilmaydi. Natijada nafaqaxo'rlar o'z huquqlarini bilmay qoladi. Astarski yana bir tuzoq firibgarlik sxemalari. Afsuski, har doim nafaqaxo'rlarning soddaligidan foydalanishga urinuvchi firibgarlar topiladi. Ular sizga qo'shimcha pensiya, davlatning yashirin imtiyozlari yoki tezkor bo'yish kabi yolg'on takliflar bilan murojaat qilishlari mumkin. Yangi qoidalar joriy etilishi bilan bunday firibgarlar yanada faollashishi mumkin. Davlat sizga pul bermayapti, lekin biz bilamiz qanday olishni kabi shiorlar bilan odamlarni chalg'itishi mumkin. Hech qachon shubhali shaxslarga shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari, PIN kodlar bermang. Davlat idoralari hech qachon telefon orqali sizdan bank kartangizning PIN kodini so'ramaydi. Har qanday shubhali taklif bo'lsa, avvalo rasmiy manbalar, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari bilan bog'lanib ma'lumotni tekshiring. Xo'sh, aziz do'stlar, endi siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq amaliy maslahatlarga o'tamiz. Birinchi qadam, o'z daromadlaringizni tahlil qiling. Hozirgi kunda siz pensiyadan tashqari qanday daromad manbalariga egasiz? Bu daromadlar doimiymi? Ular rasmiylashtirilganmi? Agar kvartira ijarasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi yoki rasmiy bo'lmagan ishdan doimiy daromad olayotgan bo'lsangiz, bularni qayta ko'rib chiqing. O'zingizning moliyaviy ahvolingizni xolisona baholang. Ikkinchi qadam, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizda o'zingizning ijtimoiy ahvolingiz, daromadlaringiz yoki mulkingiz haqida savollar bo'lsa, yoki siz ilgari e'lon qilmagan daromad manbalarini rasmiylashtirishni istasangiz, eng yaxshi yo'l davlat xizmatlari markazlariga DXga murojaat qilishdir. Ular sizga barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etishadi va qanday hujjatlar kerakligini tushuntirishadi. Bu yerda sizga qonuniy maslahat ham berishadi. Asoz 3-qadam, zarur hujjatlarni to'plang. Agar sizda daromad manbalari o'zgargan bo'lsa yoki yangi mulk sotib olgan bo'lsangiz, tegishli hujjatlarni, masalan, ijara shartnomasi, mulkchilik guvohnomasi, soliq deklaratsiyasi yig'ib oling. Agar sizda biron bir imtiyozga ehtiyoj borligini isbotlovchi hujjatlar, masalan, kasallik varaqasi, nogironlik guvohnomasi, oilaning moddiy ahvolini tasdiqlovchi ma'lumotnoma bo'lsa, ularni ham tayyorlab qo'ying. 4-qadam, ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilang. Agar sizning ijtimoiy ahvolingizda biror o'zgarish yuz bersa, masalan, oila a'zolari sonining o'zgarishi, turar joyini almashtirish, yangi daromad manbai paydo bo'lishi. Bu haqda imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga xabar bering. Bu kelajakdagi tushunmovchiliklar va muammolarning oldini oladi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarish bo'lganda, masalan, familiya o'zgarishi, pasport ma'lumotlarining yangilanishi ham bu haqda xabar berish muhim. 5-qadam, raqamli xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki yordam so'rang. Bugungi kunda Maytokov uz portali orqali ko'plab xizmatlarni olish mumkin. Agar siz elektron xizmatlardan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki yordam beruvchi ijtimoiy xizmat xodimlaridan yordam so'rang. Bu sizga vaqtingizni tejashga va muhim ma'lumotlardan xabardor bo'lishga yordam beradi. Ba'zi tumanlarda nafaqaxo'rlar uchun kompyuter savodxonligi kurslari ham tashkil etilishi mumkin.
ulardan foydalanishga harakat qiling. 6 qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday shubhali takliflarga ishonmang. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki bank kartangiz pin kodini so'raganlarga hech qachon ularni bermang. Har doim rasmiy manbalarga murojaat qiling va barcha ma'lumotlarni tekshiring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, taqiqlash degan so'zdan qo'rqmang. Bu shunchaki davlatning ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va manzilli qilishga qaratilgan harakatidir. Sizdan talab qilinadigan narsa shaffoflik va qonunlarga rioya qilish. O'z huquqlaringizni biling, majburiyatlaringizni bajaring va har qanday o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bering. Bu sizning pensiya va imtiyozlaringizni himoya qilishning eng yaxshi yo'lidir. Aziz tomoshabinlar, ushbu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Siz ham shu kabi o'zgarishlarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimo foydali va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.